Birodarlar, hayot qiyin narsa. Hayot muammolari ko'p bo'lgan katta bir ko'cha. Erkak kishi mana shu ko'chada qiynalib mashaqqat bilan kelar ekan, agar ayolidan unisni, mehrni topsa, bu mashaqqatlar yengishligi, bularga sabr qilishligi oson bo'ladi. Agar er xotin o'rtasida iymoniy aloqa bo'ladigan bo'lsa, bu xonadonni hayotdagi mashaqqatlar yengishi oson bo'ladi. Tof kelsangiz ham xursand, tof kelmasangiz ham xursand. Abersangiz ham rozi, abermasangiz ham rozi. Bunaqa ayol ne'mat, birodarlar. Robbana atina fid dunya hasana. Parvardigor bizga dunyoda hasanat bergin va fil oxirati hasana. Oxiratda ham hasanat bergin. Dunyoni hasanati deyildi soliha ayol. O'g'il bola, agar senga mu'mina, soliha qiz duch kelgan bo'lsa, dunyo saodatiga erishib qolsin.